Meni afsus bugun oxirgidir. Men uchun bu dars senda. Men hech istamayman, sendan ketmayman. So'zim qaytarib olaman maktab. Shoh bolaligim sen bilan birga. Jon deb qaytardim bag'ringga maktab. Erkaligimni ko'tarding har choq sodiq sirdoshimga aylanding maktabim. Nima yaxshi-yu, nima yomon deb hayotga o'rgatding mehribon maktabim. Endi bilsam bu maktab davriga hech narsa tengmas. Qachon ulgurdi shuncha yil o'tib, nahot bolaligim endi hech qaytmas senda. Men hech istamayman, sendan ketmayman. So'zim qaytarib olaman maktab. Shoh bolaligim sen bilan birga. Jon deb qaytardim bag'ringga maktab. Ustozlarim to'ymadim bor mehringizga. Sizlarsiz chin do'stlarim qanday qolganman bu sog'inchga. Endi men hech istamayman sendan. Bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Hozir ham xalqqa qalbda milliy g'ururni uyg'otuvchi O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi ijro etiladi. O'zbekiston Respublikasining qonunlarini 7-sinf o'quvchilari aytadi. Ser quyosh qurilgan elga najot. Sen o'zing o'zlarga yo'ldosh. Mehribon, mehribon, yashnagay to abad ilmu fan ijod. Shuhratning borasin tolibon nega söyleyip ota-onalar, o'quvchilar, ustozlar, bitiruvchilar. Mana bugun maktabimizda katta tantana, ozgina muammolarga qaramasdan, lekin bugun katta bayram. Bugun o'quv yilini 2008-2009 o'quv yilini muvaffaqiyatli yakunladik. Bitiruvchi o'quvchilarimiz uchun bu kun tarixiy sana.
Maktabimiz tarixida oxirgi marta 11-sinflarimiz bular tarixda qoladi. Chunki boshqa 10-11-sinflar ochilmaydi. Mana shu o'rta ma'lumot haqidagi shahodatnoma oluvchi bitiruvchi sinflarimiz 11-sinfda, 9-sinflarimizdan A va V sinflari bitiruvchilari uchun bugun katta bayram. Ular mustaqil hayotga qadam qo'yib, qadrdon maktablarini bu tark etishadi. Lekin tark etgani bilan bular o'ylaymanki, bu maktabingiz, qadrdon maktabingiz, sinfdoshlaringiz, maktabda olgan bilimingiz hamisha siz bilan birga bo'ladi. Siz hamisha mustaqil O'zbekistonimizning buyuk kelajagini quruvchi eng yaxshi farzand bo'lib, el yurtimizni, maktabimizni, ota-onamizni, Yangiyo'l tumanimizni sha'nini yuqori ko'tarib, hamisha namunali xulqingiz, yaxshi o'qishingiz, vatanparvar va sodiq farzandlar bo'lishingiz bilan isbotlaysiz deb umid qilaman. Sizlardan vatanimizni ham umidi katta. Mana shu oldingizga qo'ygan katta maqsadlaringizda elim, yurtim deb yonib yashovchi o'g'il va qizlar bo'lib, o'z orzungizni, maqsadingizni egallash uchun bilim cho'qqalarini charchamasdan egallashingizda sizga kuch-quvvat tilayman. Hamisha omad, muvaffaqiyat yor bo'lsin. Hayot qanchalik qiyin bo'lsa ham, men o'ylaymanki, siz inson, haqiqiy odam farzandi bo'lib qolasiz. Qur'oni Karimda mana shunday bir sura bor. Valaqat karramna bani odama degan. Biz odam bolalarini, odam atoni bilasiz, hammamiz odam atodan tarqalganmiz. O'sha odam bolalarini aziz va mukarram qilib yaratdik deydilar. Demak, biz har birimiz u matematik bo'lmasligi mumkin. Men har doim sizga aytaman. Balki tarixni yaxshi bilmasligi mumkin, lekin u haqiqiy odam bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Inson hamisha har qachon, har qanday vaziyatda ham inson bo'lib, odam farzandi bo'lib qola olishi kerak. Ya'ni or nomusni eng birinchi o'ringa, vijdon, sadoqat, mehr, muhabbatni birinchi o'ringa qo'ya olishi kerak. Ana shundagina siz o'sha vatanimiz kutayotgan sizdan, vatanimiz umid bilan qarab turgan haqiqiy el yurt farzandlari bo'lib yetishasiz. Mana shunday farzandlar tarbiyaladik deb men umid bilan, ishonch bilan ayta olamanki, 46-maktab tarixida yomon insonlar chiqmagan. Bundan keyin ham sizlarning orangizdan hech qachon xato qiluvchi noma'qul farzandlar chiqmaydi deb umid qilaman. Hamisha el yurt oldida boshingizni baland ko'tarib, haqiqiy inson bo'lib yashashingizda sizga kuch-quvvat tilayman. Oldingizdagi davlat imtihonlarini yaxshi va a'lo baholarga topshirishingizda sizga hamisha muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Sog' bo'ling. Ijodiy muhitni rivojlantirish o'quv yili tugadi deb hozir ilmiy bo'lim mudirimiz hisobot berdilar. Ushbu o'quv yilida maktabimiz sha'ni uchun o'z hissasini qo'shgan, o'zini a'lo bilimi, jamoat ishlaridagi faol ishtiroki bilan maktab hayotini yoritib turgan juda ko'p o'quvchilarimiz bor. Mana shulardan ayrimlarini hozir maktab ma'muriyati nomidan, Yangiyo'l tuman xalq ta'limi nomidan maqtov yozuvlari bilan mukofotlaymiz, taqdirlaymiz. Agar kimda kim qolib ketgan bo'lsa,
xafa bo'lmang, ruhingiz tushmasin. Eng asosiysi hayotda maqtov yorlig'i emas, hayotdagi hurmat, e'tibor, to'g'rimi? Agar siz yil davomida maktabning eng yaxshi o'quvchisi bo'lib ko'zga tushgan bo'lsangiz, hurmatga sazovor bo'lgan bo'lsangiz, o'sha hurmatimiz siz bilan birga bizning qalbimizda abadiy qoladi. Biz har yili, har qachon, har doim sizni ko'rganimizda falon o'quvchimiz jamoat ishlarida aktiv qatnashgan edi, sizga juda ham yaxshi yordam bergan edi deb hamisha yuragimiz yorib bo'lib quvonib sizni ko'rganimizda xursand bo'lamiz. Hozir maktab ma'muriyati nomidan xalq ta'limiga qarashli Yangiyo'l tumani xalq ta'limiga qarashli 46-umumiy o'rta ta'lim maktabini 9-B sinf o'quvchisi Lasov Asanni a'lo baholari va jamoat ishlarida to'liq qatnashganligi uchun taqdirlaymiz. Ushbu maqtov yorlig'i bilan taqdirlaymiz. Namunali a'lo baholar va namunali o'quvchi Zokirboyeva Nafisa 9-B sinf o'quvchisi. Zokirboyeva. A'lo baholar va namunali o'quvchi maqtov yorlig'i bilan taqdirlanadi. Hayır,